yana bir qo'pol qoidabuzarlik kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda fuqarolarimiz haqli e'tiroziga sabab bo'lgan ushbu Jiguli avtotransport vositasi poytaxtimizning qoq markazida drift qilib haydovchilarning harakatiga xalaqit qilib qo'pol ravishda qoida buzganligi aniqlandi va ushbu haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtotransport vositasi esa jarima maydoniga qo'yildi. Undan tashqari, yo'l harakati xavfsizligi xodimlari planshet orqali tekshirganda ushbu avtotransport vositasining 150 millionga yaqin qarzdorligi borligi aniqlandi. Vositasida jami qoidabuzarlik 34 ta marotaba qidiruv berildi. Qidiruv 34 marotaba o'sha MIB xodimlari tomonidan 34 marotaba avtoulovni ushlab qidiruv belgilangan. Hozir shu holat yuzasidan transport vositasi jarima maydoniga olib kelindi. Umumiy summasi necha pul ekan? Umumiy summasi 150 million so'm. Hozirda mana 25 ta to'lanmagan qoidabuzarliklar. Jiguli 569 o'zimga tegishli mashinada ko'tinib drift qilganim uchun mana hozir shtrafniy planshetkadaman. Buni noto'g'ri ishligini tushuntirishdi menga. Fuqarolardan, xalqimizdan uzr so'rayman. Bu ish boshqa takrorlanmaydi. Imkon qadar yo'l harakati qoidalariga amal qilib, avtotransport vositasini boshqarishni so'rab qolamiz.